O'zbekistonda jaluzi parda ishlab chiqarish bo'yicha o'z o'rniga ega Leon Blinds korxonasiga keldik. Bu korxona 2014-yildan beri jaluzi pardalar ishlab chiqarish va ularga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib keladi. Faoliyati davomida bozorda katta tajriba orttirib, hamkorlarga eng yuqori darajada, eng qisqa vaqt ichida xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bugun sizlar bilan trend bo'layotgan Decay jaluzi pardasi haqida gaplashamiz. Decay mahsulotimizni materiallari Turkiya va Xitoydan keltirilgan materiallardan ishlab chiqariladi. Sifatliligi darajasi yuqori bo'ladi. Buni bemalol yuvib ishlatsanglar bo'ladi uy sharoitida ham. Korxonamizni yuragi desam adashmagan bo'laman. Ya'ni bu yerda plise mahsulotini noldan tayyor holatigacha qo'l mehnatida ishlab chiqariladi. Mahsulotimiz sifatli bo'lish uchun biz Turkiya standartlariga mos qilib ishlab chiqaramiz. Trend bo'layotgan Decay jaluzi pardasi ham shu yerda tayyorlanadi. Ko'rib turganingizdek, ratsvetkalarimiz ko'p. Decay jaluzini 100 xildan oshiq materiallari mavjud. Aytgan uslubingizda, aytgan variantingizda chiroyli qilib dizaynerlarimiz uyingizga moslab qilib berishadi. Combo jaluzi haqida batafsil ma'lumot bersam, birinchi bo'lib jaluzi kamis kesishdan boshlanadi. Ikkinchi jarayon esa combo lentalarni tayyor holatga keltirish uchun bitishdan iborat. O'zingizlar ko'rib kuzatib borasizlar degan umiddaman. Keyingi jarayon esa tesmalarni material bilan bog'lab, tayyor holatga kelgandan keyin mijoz xonadoniga yetib boradi. So'nggi jarayon esa mahsulotni upakovka qilib, mijoz xonadoniga yuboramiz.